Yaqindagina bo'lib o'tgan El Clasico'da Vinicius Junior hamda Xabi Alonso o'rtasida konflikt ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p tarqaldi va muhokamalarga sabab bo'ldi. Uchrashuvning 72-daqiqasida Xabi Alonso Vinining o'rniga Rodrigoni maydonga tushiradi. Vini esa maydondan chiqib ketishdan oldin meni almashtirmoqchimisan? Qo'ysangchi, har doim meni alishtirasan. Klubdan ketganim yaxshi. Men bu jamoadan ketaman deb murabbiyga qo'l bermasdan to'g'ridan-to'g'ri kiyim almashtirish xonasiga kirib ketadi. Uchrashuvda Real Madrid g'alaba qozongani uchun ham bu epizodga ko'p to'xtalmagan va Alonso hamda Vini o'rtasida konflikt tezda hal qilinadi. Lekin futbolda murabbiy hamda futbolchi o'rtasidagi mojarolar doim bunday oson hal qilinmagan. Shunday paytlar bo'lganki, hattoki ikkalasidan biri jamoani tark etgan holatlari ham bor. Va bugungi videoda top 5 murabbiy hamda futbolchilar o'rtasidagi konfliktlarni ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling, vaqtingizga achinmaysiz. Endi boshladik. Pogba, Jose Mourinho. 2018-yilgi Jahon chempionatidan g'olib bo'lib qaytgan Pogbadan Manchester United muxlislari haqiqiy yetakchilikni kutishgandi. Lekin Jose bilan munosabatlar bunga to'sqinlik qilardi. Mourinho Pogbaning himoyaviy o'yinlarini tanqid qilar, Pogba esa hujum qilishimiz kerak deb murabbiyga qarshi ochiqchasiga jurnalistlarga intervyu bergan. Vaziyat 2018-yil sentyabr oyida United kutilmaganda kubok bahsida Derby County'ga yutqazib qo'ygandan keyin portladi. Ertasiga ertalab Carrington bazasida mashg'ulot payti kameralar Pogba va Mourinhoga qaratilgandi. Pogba maydonda a'lo kayfiyatda kulib kirib keladi va yordamchi murabbiy bilan so'rashadi. Shu payt Mourinho unga qarab, "Sen bugun mashg'ulot qilmaysan" deb aytadi. Gap Pogbaning o'yin paytida Instagramga joylagan videosi haqida edi. Jose buni mag'lubiyatga nisbatan befarqlik va behurmatsizlik deb hisoblagan. Bir soniya oldin kulib turgan Pogbaning yuzi o'sha zahotiyoq o'zgaradi va murabbiyga sovuqqon tarzda tikilib, maydonni tark etgan. Futbolchi va murabbiy keyinchalik chiqishib ketgan bo'lsa-da, ikkalasi ham United uchun aytarlik yordam bera olishmagan. De Bruyne, Jose Mourinho. 4-o'rinda umuman murabbiylar bilan muammoga uchramaydigan Kevin De Bruyne. 2013-yilga qaytamiz. Germaniyadagi ajoyib mavsumidan so'ng Chelsea ga o'tgan yosh Kevin De Bruynedan juda katta narsalarni kutishgan. Xususan bosh murabbiy Jose Mourinho ham. Mourinho uchun 22 yoshli De Bruynening iste'dodi emas, balki uning himoyada qay darajada ishlashi muhimroq edi. Dekabr oyida Mourinhoning xonasida De Bruyne bilan suhbat o'tkaziladi va Jose qo'ldagi qog'ozni olib baland ovozda bitta assist, 0 ta gol va 10 ta to'pni olib qo'yish deb Kevinga uning statistikasini sanab beradi. Va boshqa yarim himoyachilar Willian, Oscar va Juan Mataning statistikasini o'qib, ularni Kevinning raqamlari bilan solishtiradi. De Bruyne hayron qolib, lekin ular 15-20 tadan o'yin o'tkazishdi. Men esa bor yo'g'i 3 ta o'yinda maydonga tushdim. Bu adolatsizlik-ku deb murabbiyga norozilik bildirgan. Mourinho esa buni eshitishni ham xohlamaydi. Keyinchalik jurnalistlarga Jose u har kuni ketishni so'rardi. U raqobatga tayyor emas deb aytgan. Oqibatda Mourinho uni 18 million yevro evaziga sotib yuboradi. Yillar o'tib o'sha raqobatga tayyor emas bola dunyoning eng yaxshi playmakeriga aylanib, 5 karra Premier Liga chempioni bo'lgan. Zlatan Ibragimovich va Pep Guardiola. 2009-yildagi trebldan keyin Barselona top forward sotib olish uchun juda katta summa ajratadi va o'sha paytdagi klub rekordini yangilab Interdan Zlatanni jamoaga olib kelishgan. Zlatan esa Kataloniyaga qirol bo'lish uchun keladi. Dastlab hammasi ajoyib boshlangan. La Ligadagi 15 ta o'yinda 11 ta gol va 5 ta assist. Lekin mavsum o'rtalarida Pep Guardiola taktikani o'zgartirib, Messini markazga aldamchi 9lik pozitsiyasiga o'tkazgan. Bu esa Zlatanni qanotga o'ynashga yoki zaxirada o'tirishga majbur qilardi. Shved uchun bu o'sha paytlarda shunchaki haqorat bo'lgan. 2010-yilgi Chempionlar Ligasi yarim finalda Interga qarshi Zlatan sobiq jamoasi va Mourinhoga qarshi o'yinda o'zini ko'rsatishni xohlagan. Ammo Guardiola uni yana erta almashtiradi. Jamoa mag'lubiyatga uchrab turnirni tark etgach, kiyinish xonasida haqiqiy drama boshlanadi. Ibragimovich g'azabdan portlab, hamma futbolchilar oldida Guardiolaga qarab, "Senda xarakter yo'q. Sen Mourinhodan qo'rqasan. Uning oldida tagingni qo'llab qo'yasan" deb baqirib, temir savatni tepib yuboradi. Guardiola esa hech nima demasdan shunchaki savatni joyiga qo'yib, kiyim almashtirish xonasini tark etgan. O'sha kuni Zlatan o'zining mashhur iborasini aytadi. "Siz Ferrari sotib oldingiz, lekin uni Fiat kabi haydayapsiz." Bu konflikt oqibatida Zlatan bor yo'g'i bir mavsumdan keyin Barselonani tark etishga majbur bo'lgan. Beckham va Sir Alex Ferguson. Ikkinchi o'rinda juda mashhur Beckham hamda Ferguson o'rtasidagi konflikt. 2003-yilda Manchester United yuzi va dunyoning eng mashhur futbolchisi bo'lgan David Beckham Fergusonning nazarida futboldan ko'ra shou biznesga ko'proq qiziqa boshlagandi. Murabbiy uchun Beckham turmush qurgandan keyin David o'zgaradi. Soch turmaklari va reklama shartnomalari Uniteddagi intizomga zid edi. Fergusonning fikricha, hech kim klubdan ustun bo'lishi mumkin emasdi. 15-fevral kuni Angliya Kubogida Arsenalga qarshi 0-2 hisobidagi mag'lubiyatdan so'ng kiyinish xonasida Sir Alex Ferguson
Bekhemni ikkinchi golda Silvan Viltorni qo'riqlamagani va himoyaga qaytmagani uchun ayblaydi. Bekhem aybni tan olmay gap qaytarganda, Fergyuson yerdagi butsani olib Bekhem tomon otib yuboradi. Aytishlaricha, bu Sulsherning butsasi bo'lgan. Butsa ham uchib borib to'g'ri Davidning qoshiga tegadi. Qosh yorilib qon oqayotganini ko'rgan Bekhem o'zini tutira olmay murabbiyga tashlanmoqchi bo'ladi. Ammo Ryan Giggs va Rudvan Nistelrooy uni ushlab qolishadi. Ertasiga futbolchi qoshidagi jarohat ko'rinmasligi uchun himoya vositasi bilan mashg'ulotlarga keladi va buni butun matbuot ko'radi. Aynan ushbu konfliktdan keyin futbolchi sal o'tib Real Madridga sotib yuborilgan. Birinchi o'ringa o'tishimizdan oldin kichik bir e'lon. Do'stlar, agar hali ham videoga like bosmagan bo'lsangiz, hozirroq bu ishni qiling. Chunki sizning like'ingiz va izohlaringiz bizning faoliyatimiz uchun eng katta motivatsiya hamda yordam bo'ladi. Rahmat. Karim Benzema va Didier Deschamps. Va birinchi o'rinda jahon chempionatini o'zgartirib yuborgan konflikt. 6 yillik tanaffusdan so'ng terma jamoaga qaytgan va o'z faoliyatining cho'qqisiga chiqib, oltin to'pni qo'lga kiritgan Karim Benzema uchun 2022-yilgi jahon chempionati faoliyatidagi eng muhim turnir bo'lishi kerak edi. Ammo turnir boshlanishiga bir necha kun qolganda Benzema mashg'ulotlarda jarohat oladi. Shifokorlar jarohat unchalik jiddiy emasligini, Karim play-off o'yinlarigacha tiklanishi mumkinligini aytishgan. Lekin Deschamps Benzemaga "Karim, afsusdaman, sen ketishing kerak" deb aytadi. Murabbiy uni jarohatidan tuzalishini kutmasdan bilan davom ettirishni afzal ko'rgan. Benzema esa buni shunchaki chopish bahonasi deb tushungan va tong otmasdanoq hech kim bilan xayrlashmasdan bazani tark etadi. Eng qizig'i, Benzema Ispaniyaga qaytib, bir hafta o'tmay Real Madrid mashg'ulotlarida to'liq qatnasha boshlaydi. Fransiya finalga chiqqanda rasmiylar Karimni finalga taklif qildi. Ammo arazlagan Benzema o'z Instagramda qisqa va lo'nda qilib, "Menga qiziqmas" deb post qoldiradi. Finaldagi mag'lubiyatdan bir kun o'tib, o'zining tug'ilgan kunida u terma jamoadagi faoliyatini butunlay yakunlaganini e'lon qiladi. Do'stlar, shu bilan videoga yakun yasaymiz. Yana qanday konfliktlarni bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videoda ko'rishguncha o'zingizni asrang.